Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Eronda AQSh va Isroilning zarbalari oqibatida hozirgacha 201 kishi halok bo'ldi. Tasnim agentligining Eron Qizil Yarmoy jamiyatiga tayanib xabar berishicha, hujumlardan 747 kishi jarohatlandi. Eron Isroil poytaxti Tel Avivga raketa hujumini uyushtirdi. Isroilning Temir gumbaz havo hujumidan mudofaa tizimi Eron raketalarini urib tushirdi. Eron zarbalari natijasida Bahrayn poytaxti Manamada bir necha binolar ziyon ko'rdi. Bahrayn Ichki ishlar vazirligi fuqarolik mudofaa kuchlari yong'inlarni o'chirish va ziyon ko'rgan obyektlarda qutqarish ishlarini davom ettirmoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Eron Hormuz bo'g'ozini kemalar qatnovi uchun yopilganini e'lon qildi. Bu dunyodagi asosiy neft tashish yo'llaridan biri hisoblanadi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi radio aloqasi orqali Hormuz bo'g'ozidan hech qanday kema o'tishga ruxsat bermasligi haqida ogohlantirdi, deb xabar bermoqda Reuters. Agentlik manbasining ta'kidlashicha, Eron rasmiylari Hormuz bo'g'ozining yopilishini rasman e'lon qilmagan. Tankerlar Fors ko'rfazi davlatlaridan Hormuz bo'g'ozi orqali neft tashiydi. Mazkur hudud orqali dunyo neftining taxminan 3dan 1 qismi tashiladi. Eron mudofaa uchun ittifoqchilaridan yordam olishga muhtoj emas, deb ma'lum qildi Eron Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abbos Aroqchi. Biz o'zimizni yetarlicha himoya qila olamiz va buni albatta amalga oshiramiz. Bizga hech kimning yordami kerak emas, dedi Abbos Aroqchi. Eron nima uchun Dubayga, Bahrayndagi turar joy binolarga hujum qilmoqda? Bunga sabab ba'zi axborot manbalariga ko'ra, Amerika qo'shinlari o'z bazalaridan evakuatsiya qilingan askarlarini vaqtincha shu joylarda joylashtirganidir. Aynan AQSh harbiylari bo'lgan turar joy binolariga Eron dronlari va raketa zarbalari berilgan. Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'an Netanyahuning provokatsiyalaridan keyin boshlangan AQSh Isroilning qo'shnimiz Eronga qarshi hujumlaridan chuqur qayg'u va xavotirdamiz. Isroilda Eron zarbalari oqibatida 89 kishi jabrlandi. Jabrlanganlarning aksariyati boshpanaga borayotgan chog'da jarohat olgan. Isroil o'zining tarixidagi Eronning raketa va havo mudofaa tizimlariga qarshi eng kuchli hujumini amalga oshirdi. Hujumda 200 ta qiruvchi samolyotlar ishtirok etdi, deydi isroillik jurnalist Barak Batash. Boshqa davlat rahbari qanchalik qudratli bo'lishidan qat'iy nazar, boshqa davlat xalqi uchun qaror qabul qilish huquqiga ega emas, dedi Eron Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abbos Aroqchi. Bahrayn Eron zarbalari oqibatida AQSh harbiy obyektlariga yetkazilgan ziyonni tasvirga olgan har bir shaxsni javobgarlikka tortishga qaror qildi. Jurnalist Zelenskiyga shunday savol berdi: Ukraina, Buyuk Britaniya va Fransiya orqali yadroviy qurol olishga harakat qilayotganini da'vo qilmoqda. Bu rostmi? Deb savol berdi. Zelenskiy javob berdi: Menga bunday taklif bo'lmagan, lekin men xursand bo'lardim va chin dildan qabul qilgan bo'lardim, deb ma'lum qildi Ukraina rahbari. Zelenskiy Eronga hujumlar haqida gapirdi. Eron xalqiga terrorchi rejimdan xalos bo'lish imkoniyatini berish adolatdan, shuningdek Eron sabab vujudga kelgan terrordan jabr ko'rgan barcha davlatlar xavfsizligini ta'minlash kerak, dedi Ukraina rahbari. Eron Tashqi ishlar vazirligi vakili Xomaniyning holi nima kechganini aytishdan bosh tortdi. Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ismoil Bag'oyi
eng yuqori rahbariyat hali ham tirikmi yoki qayerdaligini tasdiqlay olasizmi degan savolga hech narsani tasdiqlash vakolatiga ega emasman deya javob bergan. Eron davlat televideniyesi Oyatulloh Ali Xomaniy 28 fevral kuni ertalab o'z qarorgohida berilgan zarba tufayli halok bo'lgani ma'lum qilindi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomaniyning o'limi javobsiz qolmaydi, dedi Eron prezidenti idorasi. AQSh va Isroilga qarshi Eron qurolli kuchlari tarixidagi eng katta hujum amaliyoti boshlanmoqda. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Oyatulloh Xomaniyning o'limi uchun qasos olinishini bildirdi. To'liq kuch va qat'iyat bilan biz bu jinoyatning aybdorlari va tashkilotchilarini qilgan ishlardan pushaymon qildiramiz. Eron xalqining qasos qo'li millat imomining qotillarini og'ir, qat'iy va pushaymon qiluvchi jazoga tortmaguncha tinch qo'ymaydi, deyiladi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bayonotida. Afg'onistondan Iroqqa, Suriyadan Livangacha AQShning urush mashinasi qayerdan o'tsa, o'sha yerda xalqlar falokatga duchor bo'ladi. Xitoy Milliy mudofaa vazirligi AQShni keskin tanqid qildi. Qo'shma Shtatlar urushga ruju qo'ygan. 240 yildan ortiq tarixida bor yo'g'i 16 yilgina urushsiz o'tgan. Bugun AQShning 80 dan ortiq mamlakatda 800 dan ortiq harbiy bazasi mavjud, deya ma'lum qildi u. Trump Eronga qarshi hujumlar samarali bo'lganini aytdi. AQSh va Isroilning Eronga qarshi hujumlari samarali bo'ldi va bu diplomatik muzokara uchun yo'l ochishi mumkin, dedi AQSh rahbari. Hizbulloh Isroil va AQShga qarshi urushga kirayotganini e'lon qildi. Bu haqida guruhning rasmiy manbalari xabar bermoqda. Isroil hududiga dastlabki zarbalar berilgani aytilmoqda. Isroil armiyasi Eronning 7 nafar yuqori martabali amaldori o'ldirilganini e'lon qildi. Unda Ali Xomaniyning o'limi ko'rsatilmagan. Donald Trump Xomaniyning vafot etganini e'lon qildi. Xomaniy tarixdagi eng yo'q shaxslardan biri vafot etdi. Bu nafaqat Eron xalqi uchun adolat, balki Xomaniy va uning qonxo'r guruhlari tomonidan o'ldirilgan yoki mayib qilingan ko'plab davlat fuqarolari, jumladan buyuk amerikaliklar uchun ham adolatdir. U bizning razvedka va yuqori darajada rivojlangan kuzatuv tizimlarimizdan yashirina olmadi va Isroil bilan yaqin hamkorlikda olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida u hamda u bilan birga yo'q qilingan boshqa yetakchilar hech qanday qarshilik ko'rsata olmadilar, dedi Donald Trump.